shu yurakda asar qolmaganda, даже doktor hayratda. Tushunyapsizlar? Bugun men birinchi marta 8 oydan keyin yuragimda xotirjamlik his qildim va onadan qayta tug'ilganday bo'ldim. Mana bu 200 ta somsa o'rtoqlar. 200 ta somsa soat 12 da boshladim. Hozir tugatdim bularni. Hammasini hozir yo'limdan chiqqan odamga, shunday ehsonga va o'zimni hamsiya tevarak atrofimga shunday bermoqchiman ko'ngildan. Nima deydi? Xursandchiligimdan. O'rtoqlar, bugun ertalab qizimni Buxoroga olib ketdim doktorga. Bilasizlar, qizim yurak parak bilan tug'ilgan. Hozir yuragini tekshirtirishga olib bordim. 1 oy oldin 3.2 edi-da yuragini, teshikchasi 3.2 milli edi. Hozir bugun tekshiryapti. Allohning qudrati, yo Alloh. Asar ham qolmagan yuragini teshikchasidan uchi yopilib ketgan. O'rtoqlar, tushunyapsizlarmi meni? Nima deyotganimni tushunyapsizlarmi? 1 oy bo'ldi men ehson boshlaganimga. Shu ehson boshlamasdan oldin qizimning yurakchasida hali teshik bor edi. Men 8 oy halovatsiz, kunu tunimni halovatsiz o'tkazganman shuni o'ylab. Shu paytgacha qanaqa ehson qilgan bo'lsa, faqat farzandimning sog'ligini so'rab, farzandimning tezroq tuzalib ketishini so'rab, Allohdan yalinib yolvorib ehson chiqargandim men. Yo Alloh, Alloh eshituvchi ekan o'rtoqlar. Bugun boryapman, shu yurakda asar qolmaganda, даже doktor hayratda. Tushunyapsizlarmi? Hech nima yo'q buni yuragida deyapti. O'tgan safargi qog'oz bilan, o'tgan galgi qog'oz bilan tekshirib ko'ryapti. 1 oyda shunaqa yopilgan. Allohning qudrati, yo Alloh. Alhamdulillah o'rtoqlar, nima deyishga tilim ojiz meni. Keldim bugun 12 ga kelganimdan mana shu narsani boshladim. Yaxshi niyatda, bilmayman o'zimga qanaqa kuch, qanaqa jasorat topdim. 200 ta somsa og'izga oson emas. Kelganimdan boshladim, mana hozir tugatdim o'rtoqlar. Sizlar bilan birgalikda bu bilan nima demoqchiman o'rtoqlar, qilgan ehsonimizni mana ko'rdim men o'zi. Bo'ldi, men so'raganimni oldim Allohdan. Inshaalloh bundan keyin bundan ham katta, bundan ham katta savobli ishlar qilmoqchiman o'rtoqlar. Bilmadim o'rtoqlar, hozir ichimga sig'mayapman men to'g'risi. Allohumma solli ala Muhammad. Allohumma barik ala. O'rtoqlar, men uyda mana shunaqa somsa, mana shunaqa non, tandirga, duxovkaga, kulchalar, chuchvaralar, shirinliklar, tortlar, mana shunaqa narsalar pishirib sotyapman-da. Hozir o'z biznesimni yo'lga qo'yganman. Hozir mana bu yoqqa ham 50 ta bu ehsonga ketadi. Bitta opa masjidga ehsonga berganlar 50 ta somsani. Mana shularni men o'z qo'lim bilan qilaman-da. Ana shu yosh bolam bilan, ana shu qizim bilan ana shularni o'zim qilaman hammasini. Somsa qilaman. Yana biladi, ko'pchilik biladi meni bunaqa narsalar pishirishimni. Lekin kommentariyada bir ikkita gaplar o'qidim. O'zing qilmaysan-ku. Unaqa deb yozilgan gaplarni o'qidim-da, o'rtoqlar. Bitta odamning mehnatini unaqa yo'qqa chiqarib yuborish, o'tirgan joylaridan oson. Halol yo'l bilan bolasini boqaydigan ayolni orqasidan mag'zava og'darish juda oson. Lekin mana bu yoqqa turgan mehnatda shuncha mehnat qilyapman men, shu kommentariyalarni o'qib judalar meni alamim kelyapti-da, judalar asabim chiqib ketyapti. Samsani ham, boshqasini ham, kulchani ham o'z qo'lim, o'z mehnatim bilan qilaman. To'g'ri, yordamchim bordir meni. Bolamga qarashar, mana shu xamirimga yordam berar, bu qishga yordam berar, yordamchim bordir. Lekin bularning hammasi meni mehnatim. O'rtoqlar, unaqa mehnatimni gapirib, o'zi qilmaydi degan gaplar gapirmanglar, iltimos qilaman sizlardan. Ro'za Ramazon oyiga bu yaxshi emas bu. Bitta ayolni orqasidan mag'zava ag'darish. Iltimos qilaman, osilmanglar meni biznesimga.